Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun yana bitta proyektimiz. Qayerlar hammasi yog'och uylar. Toshkentda ham boshlashibdi. Ajoyib, mashalloh. Xo'p, bu yerda bu uyimizni xuddi shunday qo'yib, 180 kvadrat metr joyga yaqin joy, kvadrat. Xo'sh, bu yerda 4 tami, 5 ta xona ikkinchi etajda. Bu yerda bitta xonamiz bor. Bu yerda yana bitta yotoqxona, bu yerda ham yotoqxona. Kichkina, 180 metr kichkina ekan. Bu yerda hammamiz ekan. Xo'p, bu polni keyin zinamiz. Zinani ham polni shlipovka qilib, buni ham oq rangga bo'yatib, xuddi hali ko'rsatganimizdek strukturasi ko'rinadigan qilib, ya'ni shlipovka qilamiz. Xo'sh, bu zalimiz. Ko'rsatilganidek hammasi kichkina xonalar, yog'och uy. Toshkentda ikkita firmani bildim, hozir shunaqa ish qilishayotganini. Tashqarisida ko'rsatdim, mana qayerlar hammasi yog'och uy. Bu yerda ham yog'och uy, hammasi. Bironta g'ish ishlatishmagan bular ham, hammasi yog'och. Yozda salqin, qishda issiq. Ajoyib. Kuzatishni davom etinglar. Zinamizni usti, oldi, orqasi, tegi hammasi bo'ladi. Shlipovka qilamiz buni. Bu qo'l mehnati, juda ham mehnat, qo'l mehnati ko'p bu yerda.